Assalamu alaikum. Sizlar men Alato'dan bir kanalı. Dostlar, bu ekranda ko'rib жатқан urug'li qo'chqorlar sotiladi. Yaxshilab nazar salingizlar. Videoni to'g'riroq ko'ramiz. Agarda chaqqan bo'lsa, yeridan ko'rib, sodalashib sotib olasizlar. Ekishdan arzonrog'ini izlaganlar shu qo'chqorlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Bo'ylarini biyikligi 90 dan tegaragi, jundori toza, quyruqlari yaxshi, nashona yaxshi urug'li qo'chqorlar. 5 yetin qo'zlar deding ha? 5 yetin qo'zlar ekan. O'sarovaning qo'lindagi baldan qo'ylarni qo'zlar ekan. Baldarning qo'ylaridagi shu o'sarovaning qo'yman jurot qo'lindagi baldardan. O'shaning qo'zlar ekan. 5 yetin tuzdan qo'zlari chaqqan bo'lsa, kelib, jenidan ko'rib, sodalashib sotib olasizlar. Quyruqlarida o'ta yaxshi razrez bor. Zerkalli quyruqlar. Ekishdan arzonrog'ini, juni toza, yana geni borni izlaganda shu qo'chqorlarni ko'ringizlar. Mashallah, qo'chqorlar qarangizlar. O'ta yaxshi qo'chqorlar. Jevichi yaxshi ekan? Jevichi yaxshi ekan. O'zingizlar kelib, jenidan ko'rib, bog'lashib, o'lchib sotib olasizlar. Yaxshi arzon qo'chqorlar izlaganda qilaverasizlar. Daraga Jalobota bo'lsa, Suzak rayoni Barqi aylantiradi. Telefon nomerini qoldiramiz. Jesh kuchli o'xshaydi. Jesh yaxshi ekan do'stlar. O'zingizlar kelasizlar. Bu talash shartida yuradi. Talash shartida yuradi ekan. Jim-jep yo'nliqlari da yaxshi. Dostlar, bahasına kelsak, bahasini 70 mingdan so'rayotgan, yo'na kem olayotgan Qirg'iziston bo'yog'ini dastavka uyushtirib beramiz deydi. Oljag'ini so'rashasizlar, like, podpisa